akam menga katta KAMAZ mashinasini berdi. Men uni boshqardim. Endi qaytib kelmayman. Jarima maydoniga vaqtinchalik saqlash uchun joylashtirilayotgan ushbu bahaybat transport vositasi mana bu jajjigina 8 yoshli bola tomonidan boshqarilgan. Voqea esa 2025-yilning sentyabr oyida bo'lib o'tgan. O'shanda u 7 yoshda edi. Joriy yilning iyun oyida ijtimoiy tarmoqlarning Instagram kanalida tarqalib ko'pchilikning haqli e'tirozlariga sabab bo'lgan ushbu qoidabuzarlik yuzasidan tezkorlik bilan surishtiruv harakatlari olib borildi. Ma'lum bo'lishicha, bolaga boshqaruvni uning ammasini o'g'li ishonib topshirgan. Shu o'rgataman o'zim mashina noto'g'ri qilgan nafsdan. Shu vaqt bilganim yo'q, bunchalik darajada bo'lsin. Joylarda olib borilayotgan kuchaytirilgan tartibdagi targ'ibot tadbirlariga qaramasdan hali hanuz oyog'i zo'rg'a tormoz tepkisiga yetadigan yosh bolalarga avtomashinani boshqarishga ruxsat berish imkon yaratish holatlari uchrayapti. Afsuski, bolalarning erkanligi-yu xarxashalarini esa har doim ham ko'tarib bo'lmaydi. Vaholanki ularning orzu-havaslari fojiaga olib bormasligi kerak. Karmanalik bu fuqaroning xatti-harakati, shuningdek ota-onasining farzandini nazoratsiz qoldirgani yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli bandlari bilan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Ularga buning ayanchli oqibati haqida tushunchalar berilib, ta'sirchan videorolik namoyish etildi.